Ishoning 90% holatda inson o'zi hayotini qiyinlashtiradi. Stress bu tashqarida bo'lgan stressorga nisbatan insonning ichkaridagi reaksiyasi. Sevgi keladi-yu ketadi, lekin qorin doim och bo'ladi. Nima uchun inson qandaydir ishni, masalan, til o'rganishni katta ishtiyoq bilan boshlaydi-yu, bir oydan so'ng motivatsiya so'nadi, uni tashlab qo'yadi, menda ko'p shunaqa holat bo'ladi, qanaqa yechim qilsa bo'ladi. Birinchi masalani aytaman, bu universal muammo. Ya'ni bu muammo kimdadir yo'q deb hisoblash noto'g'ri. Hamma insonning tabiati bir xil, hamma insonlarning ishlash jarayoni bir xil, miyasi bir xil ishlaydi. Va shu narsaga ko'pchilik e'tibor bermaydi. Mana ko'pchilik stressga tiqilgan narsa meni nazarimda boshqa unaqa yo'q-da. Men shunaqaman, men qanaqadir boshqachaman. Ishoning 99% inson undan ziyodroq даже foizda odamlarda bor bu muammo. Endi bu muammo nimani muammosi o'zi? Qarang, mana savol ichida zo'r masala bor-da. Nima uchun inson qandaydir ishni katta ishtiyoq bilan boshlaydi? Ya'ni ish ishtiyoq bilan boshlanganligi muammo bo'ldi. Ishtiyoq bu emotsiya. Ya'ni siz ishtiyoq bilan nimadir boshlaysiz, siz ishtiyoqingiz uyg'onganini, sizda qanaqadir ichingizda nimadir kechayotganini to'laqonli kontrol qila olmaysiz. Tabiiyki, ishtiyoq qanaqa kelgan bo'lsa, ishtiyoq xuddi shunaqa ketadi ertaga. Bo'ldi, tugaydi hammasi. Shuning uchun bu holatda yagona yechim bu tizim qilish. Nima degan tizim? Bu o'sha maqsadingizga kerakli narsani aniqlash kerak. Har kuni o'sha narsani qanday qilib takrorlashingizni o'ylashingiz kerak. O'sha narsani takrorlay oladigan darajangizda kichkina qilib olishingiz kerak va har kuni bardavom bajarib borishingiz kerak. Misol uchun kitob o'qishingiz niyatingiz bo'lsa, okey, har kun kamida 5 minutdan kitob o'qiyman degan qanaqadir maqsad qo'yasiz. Nimadir olasiz, har kun belgilab borasiz. Qo'ygan maqsadingiz. Til bo'lsa, okey, haftasiga 3 marta mana shu o'quv markaziga boraman. Bo'ldi. Meni minimal planim shunaqa. Ishtiyoq uyg'onganda bitta muammo nimada? Deylik til o'rganishda. Til o'rganishdagi boshlang'ich natijalar kamida 6 oyda ko'rinadi. Kamida 6 oyda undan erta emasda. Va siz boryapsiz, nimadir qilyapsiz, ishtiyoq bilan qilyapsiz. Bir hafta o'tdi, 2 hafta o'tdi, hech narsa o'zgarmadi. Tabiiyki ishtiyoq so'nib qoladi. Agar siz qanaqadir tizim qilib, menga farqi yo'q, qanaqadir natijani farqi yo'q menga, boshda imенно shunaqa nastroy bilan ishlash kerak. Menga natijani farqi yo'q. Men faqatgina o'sha til bilan shug'ullansam bo'ldi. Haftasiga 1-2-3 kun borsam bo'ldi degan mamtga anaqani bersangiz, ustanovkani bersangiz va shu narsani bajarib borsangiz bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Shuning uchun ishtiyoqqa ishonavermang. Ishtiyoq bugun bor, ertaga yo'q. Sevgi keladi-yu ketadi, lekin qorin doim och bo'ladi. 1 yildan beri kunim bir xil, uy ish, moliyaviy ham o'sish yo'q, oylikdan oylikgacha rivojlanish yo'q, komfort zonaga tushib qolganman. Qanday qilib komfort zonadan chiqish mumkin? Men bitta narsa ayta olaman savolning egasiga. Siz dunyodagi eng baxtli insonsiz. Ishoning, dunyodagi eng baxtli insonsiz. Butun boshli hamma biznes qilayotgan insonlar, butun boshli dunyodagi hamma insonlar qilayotgan hamma ishi, o'rganayotgan tili, o'rganayotgan kasbi, qurayotgan kompaniyasi, hammasi umumiy oxir oqibat qanaqadir komfortga tushishga olib boradi. Ya'ni hamma niyati umumiy komfort, o'zi uchun, oilasi uchun, hokazo. Siz o'sha komfortda deb hisoblasangiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda bitta zo'r anekdot bor, esim keldi. Bir kishi dengiz bo'yida orolda yotgan ekan, keyin bittasi kelibdi-da, aytibdiki, biznesmen kelibdi-da. Ha, ne yotasan desa, dam yotibman desa, baliq tutmaysanmi debdi. Nima qilaman baliq desa, baliq tutasan, garchi baliq olasan, qatqadir solasan, bor sotasan debdi. Keyinchi desa, keyin yana shu baliq ko'paytirasan, keyin shogirdlar qilasan. Shogirdlar seni o'rniga baliq tutadi, sen olib borib sotaverasan. Keyinchi desa, keyin olib borib sotuvchilarni ko'paytirasan, katta komanda qilasan, ko'p pul ishlashni boshlaysan. Keyinchi desa, keyin zavod qurasan debdi, baliq konserveriya qilasan. Butun anaqaga davlatga tarqatasan, pul qilasan. Keyinchi desa, keyin kayf qilib yotasan, "Sen hozir nima qilyapman?" Endi men taxmin aytib berdim o'sha anekdotda. Prikol shundaki, uy ish rutina har kun bir xil o'tish, ishoning bundan-da baxtli hayot o'z aslida bo'lmaydi. Prosta qadriga yetmaymiz xolos. Prosta qadriga yetmaymiz. Dunyodagi eng go'zal narsalar, dunyodagi eng zo'r narsalar bu qayta takrorlanishdan chiqqan narsalar. Bu narsani rutina deydi. Ko'pchilik yomon ko'radi rutinani, lekin til o'rganmoqchi bo'lsangiz, har kun qayta takrorlanuvchi zerikarli bir xil mehnat qilib o'sha narsani yaxshi ko'rishni o'rganishingiz kerak. Deylik siz qanaqadir kasb egasi bo'lsangiz, misol uchun biznes qilyapsiz deylik, biznesda ham xuddi shunaqa. Har kun bir xil natija xudo biladi qachon keladi. Bir xillikka o'rganish kerak. Bir xillik dunyodagi eng zo'r narsa. Bir xillik bu stabillik. Kuningiz bir xil o'tyapti degani, hech kim kasal bo'lmadi degani. Kuningiz bir xil o'tyapti degani, hech kimda qanaqadir muammo yo'q, hech kim yonib ketmadi, nimadir bo'lmadi, avariya bo'lmadi, u bo'lmadi, bu bo'lmadi. Hech qanaqa muammosi yashayapman degani. O'zi aslini olgan. Keyin oylikdan oylikgacha masalada, oylikdan oylikgacha yashash hech qanaqa yomon tomoni yo'q. Men nazarimda, agar misol uchun meni
qoniqtiradigan oylik bo'lsa, bo'ynimdagi hamma mas'uliyat topshiriqdan ko'ra shu oylikni ishlab qolay degan fikr menga juda ham ko'p keladi. Masala shunda. Asosiy narsa nimadan iborat? Agar mobodo haqiqatan ham sizga bu narsa yoqmayotgan bo'lsa, prosta qanaqadir yangi narsani o'rganib ko'ring yoki yana bitta zo'r tomoni, imkon bo'lsa qat'iyatdir bir sayrga, sayohatga chiqib kelsangiz bo'ladi. Chet elga chiqish shart emas. O'zimizda O'zbekistonga qat'iyatdir borib, boshqa viloyatga borib kelsangiz ham ancha manzara havo o'zgaradi. Yoki yana bitta narsa qilsangiz bo'ladi, qanaqadir klubga qo'shilsangiz bo'ladi, yangi odamlarni nimadir ideya olsangiz bo'ladi, lekin menga ishoning, siz savolingizga qaraganda siz dunyodagi eng baxtli insonlardan birisiz. Bor narsangizga qadriga yetishni tavsiya qilaman. Nima uchun muhim vazifalarni, masalan, o'qish, kontrakt to'lash yoki ishlarni bajarish doim oxirgi kun soatlarga qoldiramiz. Natijada xotirjamlik o'rnini egallaydigan asabbuzarlik, muvaffaqiyatsizlikdan qutulish uchun vaqtni taqsimlash qanday tizimini qurish kerak. Endi bu savolga javob berish juda qiyin, ya'ni hammada universal bu masala, lekin bu muammo ham hammada universal. Ishni oxiriga qoldirishni, misol uchun, men o'zimni 100% yo'qota oldim deb hisoblamayman. Muhim qanaqadir vazifalar, o'zimda qanaqadir jarayonlar katta qismi bitadi, ba'zi qismlari bari oxirgi qolib ketadi qanaqadir joylarda. Bu endi insoniyatga tekkan kasalliklardan biri. 100% bundan kimdir qutulganmi, qutulmagan men bilmayman. Shuning uchun men sizni tinchlantirayman, to'xtang, o'zingiz bosing. Bu normal holat demoqchiman xolos. Endi ikkinchi qismini ko'radigan bo'lsangiz savolingizni, natijada xotirjamlik o'rnini egallaydigan asabbuzarliklar va muvaffaqiyatsizliklardan qutulish uchun vaqtni qanday qilib taqsimlash kerak? Qarang. Bitta narsani men sizga tavsiya qilaman. Hamma vaqtini taqsimlamoqchi bo'lgan insonlarga, hamma vaqtini qandaydir boshqarmoqchi bo'lgan insonlarga mana zo'r bitta tavsiyam bor. Tavsiyadan oldin savoldagi bitta jumlaga e'tibor bersak, asabbuzarlik va muvaffaqiyatsizlik. Men sizga tavsiya qiladigan narsa nimadan iborat? Ikkita narsani tavsiya qilib o'taman. Birinchisi, nimadir bo'lsa, mana qarang, stress bu tashqarida bo'lgan stressorga nisbatan insonning ichkaridagi reaksiyasi. Ya'ni, mana nimadir ulgurmadi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Ishoning 90% holatda inson o'zini o'zi qiynaydi. O'zi hayotini qiynashtiradi. O'zini o'zi hayoti, misol uchun yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, haligi inson o'yda, yomg'ir yog'ayapti. Va endi nima qilaman? To'da to'xta, u yig'laganingda foyda yo'q, yomg'ir to'xtab qolmaydi. Undan ko'ra qatdan zonti topsam, qatga kirib olsam bo'ladi, yomg'irdan qanday qutulsam bo'ladi, ya'ni qanaqadir boshpana bormi? Va hokozoni o'ylash yaxshiroq-da. Tushunasizmi? Ya'ni o'zi bu bo'lgan ish. Ya'ni nima demoqchiman? Mabodo ideal bo'lmasangiz, nimadir keyinga qoldirayotgan bo'lsangiz, nimadir o'xshamayotgan bo'lsa, u narsaga siz qilmang demoqchiman. Bu jarayon, ya'ni u odam yashash jarayoni shunaqa bo'ladi. Odam robotga o'xshab yashay olmaysiz. U yo'q, dunyodagi eng zo'r insonni olsangiz ham va dunyodagi eng zo'r odamlarni olinglar, prям topdagi natija ko'rsatgan, ularda ham 100% emas stabillik. 99% bo'lishi mumkin, lekin 1% ga aytadi. Baribir qaysidir kun ertalab turib turgisi kelmaydi. Boshi og'riydi, boshqa bo'ladi. Bu normal, bu inson yashash tarzi shunaqa. Endi ikkinchi masala, men tavsiya qilaman, qarang. Birinchi o'rinda vaqtni taqsimlash va hokazodan ko'ra men tavsiya qilaman, o'tirib, o'ylab ko'rib, nimani hayotimdan chopsam bo'ladi. Ya'ni yaxshilashni qo'shishdan emas, olib tashlashdan boshlagan yaxshiroq. Men o'zim tajribamdan kechib qayta olayman. Nimanidir olib tashlashdan bo'ladi. Misol uchun, maqsadlarni olib tashlashdan. Qanchadir maqsadingiz bor, qaysidir birini chopib oling. Bu maqsad kerak emas, chopilish kerak, bu chop. Tars chop tashingni. Yoki misol uchun bo'lishi mumkin, shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Deylik, sizda qanaqadir atrofingizda odamlar bordir. Ularni chopish kerak. Ya'ni tizimga optimizatsiya kiritishdan oldin, tizimni umuman tizimlashtirishdan oldin ortiqcha narsa olib tashlash kerak. Misol uchun, men kompaniya nuqtai nazaridan qarayapman. Deylik, menda kompaniya bor, menda 50 kishi ishlayapti, misol uchun. Haligi 50 ta odamga oylik beraman, boshqa qilaman, bu qilaman, bilan ta'minlayman, qanaqa ish bilan ta'minlashim kerak, to'g'rimi? Menda 50 kishilik ish bo'lmasa, misol uchun kompaniya ham zakazlari 2 barobarga tushgan bo'lsa, bozor qisqargan bo'lsa, nimadir qisqargan bo'lsa, men 50 ta odam boqib nima qilaman? Tushunasizmi? Men anaqa emas-ku, xayriya fondi emas-ku, bu biznes-ku. Ya'ni undan ko'ra men kelib bir 20 ta odamni ishdan bo'shatganim yaxshi. 30 kishi optimizatsiya qilaman, ish hajmini ular bajaradi, xuddi shuncha pul topaman, sal kamroq rasxod bor. Bu yerda ham xuddi shunaqa logika bor, ya'ni ehtimol hayotingizdan kimdir chopib yuborish vaqti kelgandir. Balki shudir sabab. Tushunasizmi? Bitta kitob tavsiya qilib o'ting, ehtimol yordam berar. Maksim Dorofeyev Pуть ждая. O'qing, kayf. Bo'sh qolsa vaqtini bekorga o'tkazayotganini his qiladigan, doim asabiy yuradigan va diqqati tez buziladigan, masalan dars vaqtida qo'shiq eshitib chalg'iydigan insonlar bu holatdan qanday chiqish kerak? Agar inson 0 bo'lsa, nima qilishni maslahat berasiz? Okey, katta ehtimol men yosh yigit yoki qiz bergan bu savolni. Qarang, bu holatda hech narsa qilish kerak emas agar yoshingiz 20 gacha bo'lsa.
Bu holatda prosta vaqti kelib chiqib ketasiz. Ya'ni yosh bo'lsangiz, 20 gacha bo'lsangiz, misol uchun, balki ba'zilar 25 gacha siz yosh bo'lasiz. Mana o'spirinlikning biologik yoshi necha yoshgacha deb hech o'ylab ko'rganmisizlar? Men zo'r bitta tadqiqot ko'rdim. Yaqinda o'zgarishlar bo'lishi mumkin emas. O'spirin deb 32 gacha bo'lgan insonni aytadilar. Agar neyrofiziologiya, biologiyasi nuqtai nazaridan qarasak, nimaga? Chunki 32 yoshgacha miya umumiy ulg'ayib bo'lmaydi hali. Biz tasavvur qiling mana. Endi men tushunaman, hozir 20 yoshingizda 30 ga kirgan inson sizga qarida tuyulishi mumkin, boshqa bo'lib tuyulishi mumkin. Lekin menga ishoning, 30 da hali kallangiz umuman ishlamayotgan bo'ladi ko'pincha. Misol uchun 30 da men qanaqadir mudriy bo'laman, nimadir tushunaman bu hayotda, nima qilish kerak deb turgan bo'lasiz hali ham. Hech narsa o'zgarmagan bo'ladi. Bir yoshingiz o'tgan bo'ladi, boshqa bo'lgan bo'ladi va hokazo. Shuning uchun agar mabodo yosh bo'lsangiz, men taxminim bo'yicha, prosta o'tib ketadi bu narsa. Buni o'ylash kerak emas. Endi qanday qilib, misol uchun intizomingiz bo'lmasa, bu narsani to'g'rilashingiz mumkin. Juda oddiy, banalniy, juda butun dunyo siyqasi chiqib ketgan, ishqalanib ketgan, o'sha hamma joniga tegib ketgan maslahatni beraman. Bu sport. Borib turib sport bilan shug'ullaning, taningizni boshqarishni o'rganasiz, miyangizni boshqarishni o'rganasiz, miyangizni boshqarishni o'rganasiz, intizomli bo'lasiz. Tushunasiz? Lekin 100% ni inson o'zidan talab qilmang. Insonda bu bo'lishi mumkin emas narsa bu. Insonning biologik prosesslari, ichki jarayonlari 100% tizimlashtirib bo'lmaydi. Baglar juda ko'p, xatoliklar juda ko'p organizmda ham, miyada ham, ishlash jarayonida ham va mana shu narsalar bilan yashashga majburmiz. Buni yoki qabul qilasiz yoki qarshi chiqishga harakat qilasiz. Qarshi chiqish befoyda. Qabul qilish juda foydali. Nimaga? Chunki qabul qilganingizdan so'ng ba'zida bo'lib turadigan qanaqadir bo'ylani yoki tizim buzilib ketishi yoki inson buzilib ketishiga e'tiborli bo'lmaysiz. Stressga tushmaysiz bu degani. Mana endi bo'lib turadi deysiz. Va plus uning ustiga mana shu qoidalarni tushunganingizdan keyin sal o'zingizni boshqarishingiz osonroq bo'ladi. O'zingizni ko'ndirishingiz osonroq bo'ladi deylikda. Va hokazo. Asabiy yurish masalasi, endi vaqtingizni bekor o'tkazibsiz. Mana ko'pchilik, men bitta narsaga e'tibor beraman, ko'pchilik haligi maksimalizmga borib boradi. Maksimalizm degani soat 4 da turishim kerak, 3 soat uxlashim kerak, kuniga 8 soat kitob o'qishim kerak, qanchadir ham ovqatga vaqtim sarflamasligim kerak. Oilam bilan umuman ko'rishmayman. Mana shunaqa, bunaqa yashab bo'lmaydi, bunaqa yashash kerak emas. Bu juda ham noto'g'ri fikrlash uslubi va ko'pincha bu yoshlikda bo'ladigan narsa. O'tib ketadi. Ya'ni, misol uchun mana o'tirib 2 soat, 3 soat haftada bir marta PlayStation o'ynash yomonmi? Mendan so'rang. Yomon emas. Ishingizni qoyillayotgan bo'lsa, xolos har kun o'yning. Har kun o'yning. Mana til o'rganyapsiz deylik, 3 soat til o'rgandingiz, hamma darslarni qildingiz, topshirdingiz, qilgani boshqa ishingiz yo'q. Yotib olib o'ynamaysizmi? Yotib olib o'ynamaysizmi? Nima farqi bor? Ya'ni сделал дело, гуляй смело. Tushunasizmi? O'tda qanaqadir intizomga mana vaqtda ba'zida bo'sh o'tkazish kerak deb hisoblayman shaxsan men. Va bo'sh o'tgan vaqtga asabiylashish kerak emas, siqilish kerak emas. Dunyo o'tkinchi, ertaga o'lamiz, ketamiz hammamiz. Hozirgi muammolar o'tda kulgili tuyuladi. 5 yildan keyin 50 yildan keyin вообще eslolmaysiz ham qanaqa muammo bo'lganini. Shuning uchun bunaqa vaqtinchalik o'tkinchi narsalarga asab buzmaylikda, undan ko'ra sport bilan shug'ullana qolaylik. O'shanda intizomiylikda qanaqadir o'zgarish bo'ladi, lekin yana bir marta kutib to'g'ri qo'yamiz, inson robot emas.